Fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan tashkil etilgan Mirzo Ulug'bek vorislari tanlovining 2026-yildagi respublika bosqichlarini taqdirlash marosimiga yig'ildik. Muhtaram Prezidentimiz yoshlarga juda katta e'tiborni qaratyaptilar. Mirzo Ulug'bek vorislari 2026 respublika tanlovida qatnashdim. Bu tanlovda texnika yo'nalishida 20-25 yoshlar o'rtasida bellashdim va bugun g'olib bo'ldim. Ustozlarimga, meni qo'llab-quvvatlagan barchaga minnatdorchilik bildiraman. Sizlarni hammalaringizni bugungi tadbir bilan tabriklayman. O'zbekiston onajonim, yolg'izim, bobolarim kaftidagi yulduzim, jannatlardan suvlar ichgan ildizim, jannat makonim mening O'zbekiston, jon ichra jonim mening O'zbekiston. Avtomatika sohasi bo'yicha yechilmagan muammolarga yechim sifatida startaplarim bilan qatnashdim. ETSB sohasida stelkali o'tkazgichni nosozligi haqida oldindan xabar beradigan tizim. Ushbu loyiham birinchi qatorlardan o'rin olganidan juda ham xursandman. Yutuqqa erishishimda avvalambor ota-onam hamda ustozlarim o'rni beqiyos.